Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kanalimizga ashaddiy obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz, qo'shqozlari va mana bunday akalar liniyali qo'chqor ishqibozlari uchun Xudo xolasa akalar bugun hafta kuniga juma ayyom barchangizga xayrli va muborak, barokatli bo'lsin. Akalar bugungi sanamiz 5-iyun sanasida olinayotgan video syomkamiz. Xudo xolasa Dilmurod akamning xonadonlarida. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qo'chqorlarni, yaxshilari, zo'rlarini ko'paytirib mana akalar. Dilshak akamiz ham seleksiya bilan shug'ullanyaptilar. Aka, mana. Dilmurod aka, hop bolalarni oldingizmi buni aka? Ha, bulardan bolalar tushdi qo'ydan. Hop, videoni boshidan aytib qo'yaylik akalar. Bu qo'chqorlar sotilmaydi, shunchaki tomoshaga ekan akalar. Mana ulardan olinayotgan seleksiya natijalari bularda. Xudo xolasa mana akalar. O qo'zilar akalar mana. Ana akalar, Xudo xolasa mana shu bolalari olindi, tushdi, yaxshi tushdi, bolani yaxshi berdi akalar. Hop. Bugunga Dilmurod aka sotiladigan qo'chqorlaringiz nechta? Sotiladigan 4 ta qo'chqarim bor. Chiqaramizmi bo'lib? Bo'lib chiqaramiz, Xudo xolasa. Xudo xolasa akalar, bittadan like bosib turinglar, bo'lib chiqazib beramiz. Qo'chqorlarni akalar yaxshilari kelgan. Bittadan podpishka qilib, like bosib, kommentariyaga yaxshi fikrlar yozib turasiz aka. Aka, Xudo xolasa videolarimizni boshladik. Akalar, birinchi partiyamizga qo'chqorni aka haqiqiy tozasini, zo'rini olib boqaman deganlarga aka mana 10-15 ta sog'lig'im bor, qo'chqorni zo'rini, baquvvatini qidirib yuribman. Keyin zoti ham yaxshi bo'lsin degan akalarimizga Xudo xolasa qo'chqorni aka originali yetib kelgan. Mana jonivorni qarang aka, sifatini, buni jonivorni. Haqiqatda tonini qarang, svetiga baho bering. Dilmurod aka, buni yoshlarini, bo'ybastlarini, tishi 4 tish mana. Hop, yangi 4 tish ekan. Hop, bo'yini ham bir o'lchab beramizmi? Bo'ylarni metrda ham qo'yingchi. Bo'ylarni o'lchab beramiz mana. Mana. Akalar, men 10-chi demayman, chiqqaniga o'zingiz aka pul sanaverasiz. Uzunligini ham bitta o'lchab beraylik, Dilmurod aka. Mana, jonivor. Jonivor charchliq qilyapti. Qo'yaveringchi Dilmurod aka. Metr plyus ekan-da aka. Metrga olishaveradi. Hop, Dilmurod aka uzunligi metr oshiq ekan. 1 metrga olishaveradi. O'sha sog'liqqa qo'shsa bolani rasa zo'r beradigan yoshda ekan-a. Haqiqatda akalar 10-15 ta, 20 ta, 30 ta sog'liqqa ham xotirjam ishlayveradi Dilmurod aka. Bu o'ta shashti baland. Bu yemda turibdi, bu anchadan biri. Anchadan biri yemda turgan variantidan akalar. Keyin kecha kelmagan bu. Xudo xolasa garantiyalari berilaveradi. Xudo xolasa, ha. Bemalol aka garantiyalari beriladi, inshaalloh aloqaga chiqarasiz. Dilmurod aka buni obunachilarga aka kelishtirib, yo'lida qilib bering. Xudo xolasa bizning kanalimizdan chiqib olishsin. Bolarini aytaman. Bolarini tortishmaymiz. 14 million so'm. 14 million so'mga akalar ketaver aka. Shoshilib ekrandagi nomerlarga telefon qilib aka aloqaga chiqarasiz. Mana jonivorlar qarang. Dilmurod aka xayri bormi? 14 million o'zi yaxshi. Ozgina xayrni qilib berasiz, telefon qilishadi. Ko'p emas. Ozgina. Akalar, shoshilib aloqaga chiqaverasiz. Aka, Xudo xolasa ikkinchi partiyamizga ham qo'chqorni haqiqiy originaldan ekan, Dilmurod aka. O'zi tulaveradi shu yerda. O'zi tulaydigan variant aka, quloqlarni qarang. Bu liniyalari bor ishlik aka. Yo'q, buni egasi liniyasi bor dedi. Endi aytilmaganiga biz ham aytmadik. Ha, mashina narsa ekan akalar. Lekin liniyasi bor dedi, endi biz to'g'risi. Akalar, lekin kalla garbonuslar tortyapti mana, masalan, quloqlarini qarang aka. Jonivor. Hop, yosh qanaqa bunda Dilmurod aka? Bu ekitishga endi chiqyapti mana. Ha, ekitishga yangi chiqaribdi akalar. Mana, Xudo xolasa ozgina mehr talab ekan akalar. Boqish kerak, Boqish kerak. Zo'r. Ozgina boqib, qo'chqorni akalar tarbiyalab, sog'liqlaringiz bo'lsa qo'shib olaverasiz. Xo'p, Dilmurod aka buni ham bo'ybastini bir o'lchab berasiz-a? Akalar, mana. Nechi ko'rsatyapti? Chiqqaniga o'zingiz olavering aka. Shunga olishaveradi. Xudo xolasa. Uzunligiga ham bitta qo'yaylikmi aka? Uzunligiga ham qo'yib beraveraman men. Xudo xolasa, mana akalar. 95 plyus degan Yosh narsa. Yosh narsa haqiqatda. Hali o'sarman. Mana.
Narsa bu? O'sarman narsa. Xo'p, narxini qiziqqanlarga nech pul qilib berasiz? Buni narxini 11 million. Sal kelishtiring. Yo'l qo'yib beraman 11 ga. 11 million so'mga o't berasiz. Telefon qilsin. Xudo Lekin xolasa. xudo xolasa yaxshi qo'y. Akalar, Mana quloq jonivar ham 20 o'lchadim. Men qanaqa o'lchadim bilmayman, lekin 20 o'lchadim. o'zi haqiqatda 20 chiqadigan ekan-da, aka. Qulog'im normal ekan. Qulaqlari ham kengligi ham zo'r ekan. Kengligi ham yaxshi akalar. 11 million so'mga akalar ozgina xayrini, sunnatini qilib beraman deyaptilar. Ketboshlari ham yaxshi. Aka, aloqaga chiqing. Xo'p, kelib ko'ramiz deganlarga qo'y Namanganda Tepa Qo'rg'onda turibdi. Dilmurod akam lakasa tashlab beraveradilar inshaalloh. Aka, shoshilib aloqaga chiqaverasiz. Dilmurod aka, keyingi partiyalarga o'tamizmi aka? Xudo xolasa aka, keyingi partiyamizga ham o'sha Qo'chqorni faqat originallari ekan bugungi aka. 3-partiyasi bu. 3-partiyasi aka, mana xudo xolasa Qo'chqor. Faqat Qo'chqor chiqadi Dilmurod aka. Qo'chqor, ha? Faqat Qo'chqor. Men sizning kanalingizda sovliqlar ko'p chiqadi. Shunga bir Qo'chqor chiqaraylik deb chaqirdik-da sizni. Akalar, haqiqatda bizning kanalimizda Qo'chqor kamdan kam chiqadi. Razrezlari ham yomon emas Qo'chqorda. Xudo xolasa yosh qanaqa bunda Dilmurod aka? Qo'zi bu, ancha qo'zi bu. Qo'zimi hali? Mana, hali tish kerishga ham u vaqti yo'q buni. Akalar, hali u 9-10 oylik atrofida qo'zi yegan-da. Qo'zi bu. Haqiqatda, lekin qo'zi holatiga yaxshi bir. Bo'ybastini bir o'lchaymizmi? Bo'yini. 8 metrda Bo'ldi. ko'raylik. Mana. Akalar. Mana. Xudo xolasa chiqqaniga o'zingiz olaverasiz. Qo'zi narsa endi yosh bu o'sadi akalar. O'saman, narsa bu. Uzunasini ham o'lchab Uzunasini beraylik. qo'yib beraman. Akalar. Chiqqaniga o'zingiz oling mana. Xudo xolasa yedishi sog'lom uylarda muammolari yo'q. Xolasa yaxshi. Dilmurod aka, buni obunachilarga nech pul qilib berasiz aka? Buni 11 millionga 11 million 500 mingga beraman. 11 million dedingiz-ku. 11 bo'pti endi gapirib qo'ydi, lavz 11 millionga beraman. 11 million so'mga akalar shoshilib telefon qilib aka aloqaga chiqing mana. Xudo xolasa Dilmurod akam o'zlari og'izlaridan ilinib qoldilar aka. 11,5 million qo'yaman deb turgandilar akalar. Mana 11 million so'mga xayrini ham qilib berasiz. Xayrini ham qilib beraman. Shuncha ketgandi, biri 500 qayda ketdi-yu, 600 qayda ketdi. Nima farqi bor? Bo'ldi akalar. Shoshilib telefon qilib aka aloqaga chiqing, ulgurib qoling akalar mana. Dilmurod aka, keyingi partiyamizga bormi xudo xolasa aka? Keyingi partiyaga ham oq yuz qo'zimiz bor, chiroyli zo'ridan. Akalar, oxirgacha kuzatib, qo'llab-quvvatlab, paddish yiqib turasizlar. Oxirgi partiyamizni ko'rsatamiz. Dilmurod aka, endi bu aka oxirgi partiyamizmi? So'nggi partiya. So'nggi partiya akalar mana. Qo'chqorda haqiqiy akalar oq yuzini so'raganlar yana. Aka, bitta o'zingiz ahamiyatni berib qo'ying Qo'chqorga. Xudo xolasa Dilmurod aka, u chiqqan qo'ylardan kichkinaroq ekan-a bu sal. Yaxshi bu ham, xudo xolasa. Qo'zi-da bu ham. Bu ham qo'zimi? Ha. Ishini bitta ko'raylik. Mana. Riyamni bo'lsin, ha, ana akalar. Qo'zi-da Yosh bu ham. narsa ekan, bu ham o'suvchan ekan. Bitta metr qo'yaylik bunga ham. Bo'ldi, akalar. Mana. Chiqqani olishaveradi. Xudo xolasa muammolari yo'q. Yedish sog'lomligidan muammosi yo'q-a? Muammosi umuman yo'q. Garantiyalari beriladi aka. Bitta garantiya. Bir hafta garantiya beriladi. Dilmurod aka, endi bu oxirgi partiyamiz ekan aka. Buni bizni qiziqtiradigan yeri narxi. Yengil qilib qo'yib bering. Oxirida chiroyli yengil qilib qo'yib bering. 10 millionga o'tib beraman mana shuni. 10 million so'mga. Ha. Nech pul o'tib berasiz? Sheyda o'tib bering. Bitta o'tib beraymi? Ha. 500 ming o'tib beraman mana shu. 1 million o'tib berasiz. 9 million 500 mingga baraka. 1 million o'tib berasiz, Yo'q. bo'pti. 100 ming o'tib beraman deganda 200 ming so'rardingiz. Men 500 mingga o'tib beryapman. Akalar, 9 million 500 ming so'mga akalar. Ancha-muncha yerda bunaqa. Bo'pti, hop, Dilmurod aka, telefonda o'tib berasiz-a? Telefonda ozmoz o'tib beraman, ko'p emas. O'tib berasiz baribir. Akalar, shoshilib telefon qilib, aka aloqaga chiqing mana. Ancha-muncha, misol o'zingiz video qo'yib yuribsiz, ancha-muncha yerda bu qo'ydi $1000 dan kamaydi. To'g'ri, qog'ozda chiqyapti 10 million. Emas, biz foyda qilsak bo'ldi. Akalar, Sabab tirikchilik. bo'ldi. Ozginadan foyda qilsin, sotilsin akalar, hammasi. Olgan odam ham bizdan Baraka topsin. Baraka topsin. Xo'p, endi bugungi shularmi Dilmurod aka? Bitta qo'chqarimiz bor edi, xudo xolasa telefon qilishaveradi, yana imkon darajasi. Qilib beriladi. Gap qolsa yana qilib beraveramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa videoni erinmasdan, oxirida ko'rganlardan, paddish yiqib turganlardan hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Alloh chorvalaringga baraka bersin. Shu bilan videolarimiz tamom akalar.